Azizlar, jamoatdan bir savol tushgan. Bitta bismillah bilan bir necha tovuqni yoki bir necha hayvonni so'ysa bo'ladimi? Masalan, yuzlab, minglab tovuqlarni so'ysa bo'ladimi degan savol tushgan. Avvalambor Alloh taolo har bir hayvonni, har bir parranda yu darranda, har bir qushni, har bir hayvonni Alloh taolo alohida yaratgan, alohida jon bergan. Demak, mazhab ulamolari fiqh kitoblarida keladiki, har bir hayvon uchun alohida bismillah, Allohu akbar deb so'ymoqligimiz kerak. Shunda shariatga muvofiq bo'ladi. Ba'zilar bugun kunda aytishligi mumkinki, bugun zamonaviy texnologiya chiqqan. Ya'ni bitta bismillah bilan apparatni yoqishlik bilan o'sha apparat so'yib kelsa bo'ladimi? Bunda ham deylarki, ulamolar joiz emas. Ya'ni har bir hayvonni alohida bismillah deb so'ymoqligimiz demak shariatga muvofiq bo'ladi. Bunga mana tovuq bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz e'tiborli bo'lmoqligi kerak. Chunki luqmada gap ko'p. Luqmamiz halol pokiza bo'lsa, inshaalloh ibodatimiz qabul bo'ladi. Duolarimiz ijobat bo'ladi. Farzandlarimiz tarbiyali, xudotars bo'ladi. Hammasi demak mana shu luqmaga bog'liq. Shunga alohida e'tiborli, alohida diqqatli bo'lmoqligimiz kerak ekan.